Hammaga salom. Bugungi yarim kunimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Maktabga borayotganda video olish esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun maktabda dars payti test olayotganimizda videoga oldim. Darsdan chiqib esa buvimning uyiga bordim. Ko'rib turganingizdek, buvimning uyida atirgul bog'i bor desam ham bo'ladi. Har xil rangi, xili bor. Videoda qanday ko'ringan bilmadim, lekin hayotda judayam chiroyli. Har birini olishga vaqtim bo'lmadi, chunki videoni qisqa qilmoqchi edim. Orada rasmga tushirishga ham ulgurdim gullarni. Keyin esa jiyanlarimga televizor qo'yib berib, o'zim ozroq dam oldim. Jiyanimning ko'chada sayr qilgisi keldi. Hammaga qanday bilmadim, lekin menga kuz fasli judayam yoqadi. Birga jiyanim bilan shunday video oldik. Uyga kelib jiyanlarim bilan o'ynadik. Jiyanlarim uyimga ketishimga qo'ymaydi. Birga qoling, o'ynaylik deyishadi va birga sho'xliklar qildik. Uyga keliboq atirgullarni suvga soldim, yanada chiroyliroq ochilib turishi uchun. Keyin esa o'zimga yeyishga yengil narsa tayyorladim. To'g'risini aytsam, menga banan yoqmaydi. Lekin shirinlik yoki yogurt bilan qo'shib tayyorlansa, menga judayam yoqadi. Boshqalarga yoqadimi yo'qmi bilmadim bu narsa. Avvalgi videolarimni birma-bir ko'rib chiqdim. Qayerda xatoliklar bor, o'shalarni keyingi videoda takrorlamaslik uchun, yanada yaxshiroq videolar chiqarish uchun bularni ko'rib chiqdim. Menga like bosing, obuna bo'ling va kommentariya bildirishni unutmang. Keyingi videolarim albatta sizga yoqadigan, yanada qiziqroq bo'ladi. Hammaga xayr.